Sotuvchilar yana bitta sababi bor, sotuvi tushishini. Ya'ni bu ularda kayfiyat yo'qligi. Ko'p korxonalarga borganimda shu savolni beraman, ya'ni siz sotuvdan tashqari mijozga nima berasiz deb. Hamma o'ylanib qoladi. Ya'ni kayfiyat berish kerak, xarizma bo'lish kerak. Qanchalik mijozga bog'lansangiz, shunchalik sizni miyangizni samarani olishing kerak, tezroq olishing kerak. Ya'ni u bilan inson sifatida muloqot emasda, mahsulotni qanaqa bo'lsa ham tiqishga harakat qilishadi. Unaqa bo'lganda mijoz sizni doimiy mijozingizga aylanmaydi. Bitta oladi, zirilaydi, keyin tavbasiga tayanib boshqa joylardan keyin qidirib yurish ehtimoli katta. Shuning uchun biz o'zimizning kayfiyatimizni kun davomida nimalardan olasiz? Tam musiqa, kino, kofe, sport, общение, muloqotdanmi? Qanchalik sizni o'zingizda xarizma yaxshi bo'lsa, shunchalik mijozlarga siz kayfiyat berasiz. Siz kayfiyat bersiz, hamma mijozlar siz bilan muloqot qilib, mahsulot olishga o'zi sekin tayyorlanib boradi.